Ronaldo Portugaliyadagi jamoadoshlariga qimmatbaho soat sovg'a qildi. Hatto Jotani ham unutmadi. 40 yoshli hujumchi Millatlar Ligasida g'alaba sharafiga sheriklariga soat buyurtma qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng so'nggi, eng tezkor va eng ishonchli ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topishingiz mumkin. O'tkazib yubormang. Cristiano Ronaldo Portugaliya milliy jamoasidagi sheriklari uchun sovg'alar tayyorladi. 40 yoshli hujumchi Millatlar Ligasida g'olib bo'lgan har bir futbolchiga ularning ismi yozilgan Jakobko soatlarini buyurtma qildi. Portugal sardori bu borada avtohalokat sabab hayotdan ko'z yumgan Diogo Jotani ham unutmadi. U soatni Liverpool sobiq futbolchisining oilasiga yubordi. Fojiadan bir oy avval Diogo Millatlar Ligasiga g'olib bo'lgan Portugaliya milliy jamoasi tarkibida edi. Cristiano halok bo'lgan jamoadoshiga shunday yozgandi. Ma'lum bo'lishicha, soatlarning narxi $280 ming dan $400 ming gacha.